Ha, bu ismim bunchalar zo'rsan, lekin ismim Sobir emas, Abbos. Kayfiyat qalay? Yaxshi. Men tanidingizmi yo'q? Hadi. Kimman? Ano, Bu kim bu? milliyda qo'l sog'iradigan. Ha, yana ismim Ismingizni bilmayman-da. Sobir. Ismingiz nima sizning? Sevara. Sevara Sobir, qarang. Balki bu taqdirdir. Lekin Sobir emas deb o'ylayapsiz. Torkinbekda. Yuragime senga rahmim kelib ketdi. Teksturang ham. Voy, azizlar, ona bola ko'rsatuvga xush kelibsiz. Ketyapsiz. Institut. O'qishganmi? Endimi? Yo'q, amaliyotimizdan chiqib boryapmiz. Amaliyotdan chiqib. Ana ko'rdinglarmi, gap otishni boshlayapti sekin deydi. Asli qayerlisiz? Navoiylik. Navoiylik. Men katta O'rg'on. Shahardan. Samarqand. Navoiy bilan hamma qadrchi bilan. Men Navoiydanligingizni ikki dona so'z bilan isbotlang deydi. Ikkita qaysi so'z aytardingiz? Ha, Navoiyliklar qo'llab-quvvatlaysizlar. Hay. Hay Buxoro. Navoiyda ham ishlatiladi. Ya boshqa so'zchi, yana bormi? Yo'q, Dadani nima deysizlar? dada deymiz. Oyini? Ona deymiz. Ona deysiz. Buvini? Biya deymiz. Diye. Dadani? Vo, Bu. Mushuni nima deysizlar? chak, Chelak. satil. Satil. Bizda ham satil bilar ekan. Toshkentga kelib unutmabdi qadrli yurtdoshlarimiz, qaranglar. Molodez. Ana ko'nda ko'proq qaysi birisiz? Ilon Masmi? Kim? Chayon. Indinin do'konini eshitganmiz? Ha? Hech yo'lingiz tushganmi? Yo'q. Nimaga? Endi ko'rmaganman-da. Biz yaqin joylarda bo'lmaganda. Siz qayerda yashaysiz? Qayerda yashaysiz? Mirzo Ulug'bekda. 1000 metrga borib, depo molda. Mana sizga yaxshi kunlarga eslab kiyasiz. Navoiyda bor albatta. Filialimiz bor. Indirimga boring, hamma. Xursandmisiz? Oq yo'l, qorasizmi? Sog' bo'ling. Indinim siz va oilangiz uchun